Yozuvchi Nosir Fozilov 1929-yili Qozog'istonning Chimkent viloyatiga qarashli Turkiston tumanining Qarachiq qishlog'ida dehqon oilasida dunyoga keldi. Buvasi Tursun Muhammad Alam esa o'rbatiy taxallusi bilan she'rlar yozgan. Kamiy, xislat, sidqiy xondagliqlar bilan hamnafas, hamfikr bo'lib, Toshkentda uning 3 ta she'riy kitobi chop etilgan. Nosir Fozilovning bolaligi urush davriga to'g'ri kelganligi uchun u ham o'qib, ham mehnat qilgan. Shu tufayli o'z tengdoshlaridan ancha kech, ya'ni 1949-yilda o'rta maktabni tugatadi. So'ng Toshkentga kelib, O'rta Osiyo davlat universiteti, hozirgi Milliy universitetga o'qishga kirib va uni 1954-yilda tugatadi. Shundan so'ng Gulxan, Sharq yulduzi kabi jurnallarda, nashriyotlarda turli lavozimlarda ishlaydi. Nosir Fozilovning ko'plab asarlari o'zga tillarga ham tarjima bo'lib nashr etilgan. U 1994-yili o'zbek va qozoq adabiy aloqalari borasidagi katta xizmatlari uchun Qozog'iston prezidenti ta'sis etgan tinchlik va ma'naviy hamjihatlik uchun xalqaro mukofotiga sazovor bo'lgan. Adibning birinchi hikoyasi 1953-yilda bosilgan bo'lsa, birinchi kitobi 1959-yilda Irmoq nomi bilan chop qilinadi. So'ngra Oqim, Robinzonlar, Qush qanoti bilan, Qorxat, Ko'klam qiyoslari, Diydor, 2 jildlik tanlangan asarlar, Bir otar to'pponcha kabi o'nlab kitoblari nashrdan chiqadi. Nosir Fozilov tarjima sifatida ayniqsa samarali ijod qildi. U Abay, Muxtor Avezov, Sobit Muqonov, G'abid Musrepov, G'abidin Mustafin, Abdulla Tojiboyev, Abdujalil Nurpeyesov kabi ko'plab qozoq adiblari asarlarini o'zbekchaga ag'darib nashr ettirdi. Shuningdek, qirg'iz, qoraqalpoq va o'zga tillardan ham ko'plab sara asarlarni o'zbekchalashtirdi. Uning ana shu ijod sohasidagi samarali mehnati zoye ketmadi. 1985-yilda unga Shum bolaning nabiralari kitobi uchun O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining G'ofur G'ulom nomidagi, 1986-yilda esa qozoq adabiyotidan qilingan tarjimalari uchun Qozog'iston Yozuvchilar uyushmasining Bayimbet Maylin nomidagi, Ustozlar davrasida asari uchun esa Hamza nomidagi davlat mukofoti berildi. 1990-yilda u O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi unvoniga sazovor bo'ldi. Yozuvchi Nosir Fozilov adabiyotimizning qutlug' dargohiga 50-yillarning ikkinchi yarmida kirib kelgan bo'lib, hozirgacha jami 70 dan ortiq kitob chop ettirdi. Bular orasida 30 ga yaqin original asarlar, qolganlari tarjimalardir. Yozuvchi 2018-yili 13-yanvarda vafot etgan.